qizlar mana bu nejniy serisi. O'zi serisi hech ham kiyib ko'rmagandim. Serisi chiroyli ekan. O'zi yaxshi ketyapti haqiqatan. Serisini tez sotyapmiz. Serilar mana ichlari sochitaniyasi zo'r tushgan bir-biriga. Dazmollamasdan kiyib oldim. Buni bilasizlar, o'zi hamma sotadiganlar o'zi bilishadi. Bo'ylari hammasi normali. Pastini xohlaganlar kesib olinglar. Anaqasi yo'q, ketaveradi. Yo'llar o'zi chiroyli, bo'ylari zo'r. Iloji bo'lsa ichini kesib, ustini o'zi shleflida, usti orqasi bundoq sudralib turadigan narsa. Ichini kessanglar bo'ldi. O'zi baland oyoq kiyimlar bilan o'zi chiroyli turaveradi. Mana xil bu razmer kiyib olman tushyapti. Bir xil. Keyin razmerlari почти standart. Mana o'tib ketayotgan anaqamni eshitsanglar, razmerlari почти standart. Biz razmer hammaga kiyaveradi. Unaqa razmer anaqa tanlab o'tirmaydi. Keyin rang ko'pincha odam yuziga tushishi uchun ko'ynakda emas, agar ro'molli bo'lsanglar, ro'molli ko'proq sochisani qilsanglar yuzingizga menimcha yaxshiroq tushsa kerak. O'zi qoraman, seri menga tushmaydi, lekin hozir ro'molli mazgina o'zgartirsam, seri ham tushib ketaveradi. Qaymoqroq ro'mollar, gulliroq ro'mollar menimcha atlasivida yaxshi tushadi. Sotinglar deyman-da. Adminkalar ishlab olinglar deyman. Optimchilar, katta optimchilar o'zi biladi. Hammasi qanaqaligini, qanaqa posatkalari qanaqaligini o'zligi bilishadi, yaxshi sotishadi. Hozir yana bitta model bor, uni ham tashlab beraman.